Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni ochiq va oddiy tilda tushuntirib beraman. 2026 yildan pensiya bo'lmaydi degan vahimali gaplar nimani anglatadi? Kimlar haqiqatan ham xavf ostida? Kimlar esa ortiqcha qo'rqmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Bugun ishlayotgan yigit qizga ham, pensiyaga yaqinlashgan ota-onamizga ham, bozorda, qurilishda, taksida, chet elda yoki norasmiy ishlayotgan insonlarga ham. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni shunchaki mish-mish sifatida emas, amaliy tomondan hujjat, staj, badal va kelajakdagi xavflar nuqtai nazaridan tushuntiraman. Asosiy savol shunday. 2026 yildan hamma pensiyasiz qoladimi? Men buni aniq aytam, hamma pensiyasiz qoladi degan gapni to'g'ridan to'g'ri haqiqat deb qabul qilish noto'g'ri. Lekin bundan ham muhimroq haqiqat bor. Agar sizning ish tajingiz hujjatlarda ko'rinmasa, maoshingiz rasmiy bo'lmasa, ijtimoiy soliq yoki tegishli badallar to'lanmagan bo'lsa, mehnat daftarchangizda bo'shliqlar bo'lsa, elektron bazalarda ma'lumotlar chiqmasa, siz pensiya tayinlash vaqtida juda katta muammoga duch kelishingiz mumkin. Odamlar pensiya bo'lmaydi deb eshitayotgan gapning ildizi aynan mana shu yerda. Avvallari ko'p narsa qog'oz hujjatlar bilan yurardi. Inson bir korxonada ishlardi. Mehnat daftarchasiga yozuv tushardi. Buyruq raqami qo'yilardi, muhr bosilardi. Pensiya yoshiga kelganda odam pensiya jamg'armasiga borardi. Mehnat daftarchasini, pasportini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni topshirardi. Agar hujjatlar to'lib bo'lsa, staj hisoblanardi. Oylik asosida pensiya miqdori chiqarilardi. Kamchilik bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olib kelish so'ralardi. Lekin hayot o'zgardi. Hozir hamma narsa bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Elektron mehnat daftarchasi, soliq bazasi, ijtimoiy to'lovlar, ish beruvchi tomonidan rasmiy hisobotlar, mehnat shartnomalari hammasi bir-biriga bog'lanmoqda. Davlat tizimlari falonchi odam falon yilda ishlaganmi? Unga rasmiy oylik yozilganmi? Ish beruvchi soliq to'laganmi? Mehnat shartnomasi ro'yxatdan o'tganmi? degan savollarga qog'ozdan emas, bazadan javob izlaydi. Mana shu o'zgarish ko'pchilik uchun yaxshi. Chunki hujjatlar yo'qolib ketmaydi. Odam har safar arxiv yurmaydi. Ish beruvchi xohlaganicha sen bizda ishlamagansan deb qutulib keta olmaydi. Lekin norasmiy ishlagan, oyligi konvertda berilgan, mehnat shartnomasi tuzilmagan, korxona yopilib ketgan, arxivga hujjat topshirilmagan odamlar uchun bu juda og'ir masalaga aylanadi. Chunki pensiya yoshiga yetganda men 20 yil ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Buni tasdiqlaydigan iz hujjat, baza, buyruq, maosh, badal kerak bo'ladi. Shu sababli 2026 yil atrofidagi gaplarni men shunday tushuntiraman. Pensiya tizimi yo'q bo'lib ketayotgani yo'q. Lekin pensiya olish uchun talab qilinadigan isbot, rasmiylik va shaffoflik kuchaymoqda. Bu esa qog'ozda yo'q ish stajini xavfli qiladi. Agar odamning butun mehnati faqat og'zaki kelishuvda bo'lgan bo'lsa, ertaga u mehnat qilganini isbotlay olmay qolishi mumkin. Main partner kim xavotir olishi kerak, kim uncha xavotir olmasligi kerak eng avvalo. Kimlar xavf guruhida ekanini aytaman. Birinchi guruh norasmiy ishlayotganlar. Masalan, odam 10 yildan beri do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydi, har oy 30 million so'm oladi, lekin mehnat shartnomasi yo'q. Ish beruvchi unga keyin rasmiylashtiramiz deydi. Bu insonning 10 yillik mehnati hayotda bor, lekin pensiya hisobida yo'q bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda men shu do'konda ishlaganman deyish yetarli emas. Agar shartnoma bo'lmasa, soliq to'lovlari bo'lmasa, buyruq bo'lmasa, ish beruvchi tasdiqlamasa, muammo boshlanadi. Ikkinchi guruh oyligining katta qismini konvertda oladiganlar. Masalan, bir korxonada ishchi rasmiy ravishda 1 million 200 ming so'm maoshga yozilgan, aslida esa 5 million so'm oladi. Bugun unga farqi yo'qdek tuyuladi, chunki qo'lga pulni olyapti. Lekin ertaga pensiya hisoblanganda tizim uning rasmiy maoshini ko'radi, 5 millionni emas. Natijada pensiya miqdori kutilganidan ancha past chiqishi mumkin. Odam men yiliga shuncha ishlaganman deydi. Lekin davlat rasmiy ma'lumotda boshqa raqam turibdi deydi. Uchinchi guruh chet elda ishlayotganlar. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki Koreyada tekit 10 yil ishlagan yurtdoshlarimiz bor. Agar ularning ishlagani xalqaro kelishuv, sug'urta to'lovlari yoki rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanmasa, O'zbekistonda pensiya stajiga qo'shilishi masalasi murakkab bo'lishi mumkin. Men bunday insonlarga alohida aytaman. Men chet elda pul topdim, uy qurdim, bolamni o'qitdim. Bu albatta katta mehnat. Lekin pensiya uchun mehnatni rasmiy iz bilan bog'lash kerak. Shartnoma, ish beruvchi ma'lumotnomasi, sug'urta badallari.
Yashash va ishlash ruxsatnomalari, ish haqi hisoboti kabi hujjatlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. 4-guruh fermer xo'jaligi, oilaviy biznes, yakka tartibdagi tadbirkorlik, taksi, ustachilik, qurilish, sartaroshlik, tikuvchilik kabi sohalarda o'zini o'zi band qilib ishlayotganlar. Bu yerda eng katta xato men baribir ishlayapman-ku, pensiyam chiqadi deb o'ylash. Ishlayotganingiz boshqa, pensiya tizimida staj shakllantirish boshqa. Agar siz tegishli tartibda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ijtimoiy soliq yoki belgilangan to'lovlarni to'lamasangiz, keyin men 25 yil ustachilik qilganman deyishingiz hujjatda aks etmasligi mumkin. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Davlat tashkilotida yoki rasmiy korxonada mehnat shartnomasi bilan ishlayotgan, oyligi bank orqali tushadigan, soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinadigan. Elektron mehnat daftarchasida yozuvlari bor insonlar ko'proq himoyalangan. Lekin men ularga ham butunlay xotirjam bo'ling demayman. Chunki ba'zida xato bo'lishi mumkin. Eski yillardagi staj kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ism, familiyada imlo xatolari bo'lishi mumkin. Korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Pensiya yoshiga bir oy qolganda bularni to'g'rilash juda asabiy jarayon bo'ladi. Keling oddiy misol bilan ko'rsataman. Ahmad aka 6 yoshga yaqinlashdi. U 1995 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 2006 yildan 2015 yilgacha qurilish brigadasida norasmiy ishlagan. 2016 yildan hozirgacha qorovul bo'lib rasmiy ishlaydi. U o'zi hisoblaydi. Menda 20 yilga yaqin staj bor. Lekin hujjatda 1935-2005 va 2016-2026 yillar ko'rinadi. O'rtadagi 10 yil yo'q. Natijada uning pensiya hisobidagi staji o'ylagandan kam chiqishi mumkin. Bu pensiya bo'lmaydi degani emas. Lekin men kutgan pensiya chiqmaydi degani bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Dilnoza opa 20 yil tikuvchilik qildi. Uyda buyurtma oldi, to'y liboslari tikdi, qo'shnilar, tanishlar doim kelib turdi, pul topdi, oilasiga yordam berdi. Lekin o'zini o'zi band qilmagan, soliq organlarida ro'yxatdan o'tmagan, ijtimoiy to'lov to'lamagan. Pensiya yoshi kelganda uning bu 20 yillik mehnati maishiy hayotda hammaga ma'lum, lekin pensiya hujjatlarida ko'rinmaydi. Mana shuning uchun men aytaman, mehnatni faqat qilish yetarli emas, uni rasmiylashtirish kerak. Yana bir real holat. Jasur 12 yil taksida yurgan. Mashina o'ziniki, har kuni ishlagan, lekin rasmiy faoliyat yuritmagan. Keyin men har kuni yo'lda edim, bu ham ish-ku deydi. Ha, bu ish, lekin pensiya tizimi kuniga necha soat yo'lda yurdingga degan gapga emas, ro'yxat to'lov daromad va stajga qaraydi. Agar u o'zini o'zi band qilsa, tegishli to'lovlarni qilib bo'lsa, kelajakda kamida iz qoldiradi. Bu mavzuda eng katta tuzoq hali vaqt bor degan fikr. Pensiya yoshi yaqinlashganda hujjat yig'aman deb o'ylash juda xavfli. Nega? Chunki 20 yil oldingi korxona yopilgan bo'lishi mumkin. Direktor vafot etgan bo'lishi mumkin. Arxivga hujjatlar topshirilmagan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi muhr xira bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Buyruq raqami noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Siz esa shu paytda har bir yil uchun yugurishga majbur bo'lasiz. Ikkinchi nozik masala ayollar staji. Ko'p ayollarimiz bola parvarishi, oilaviy sabablar, kasallik yoki ko'chib yurish sababli ishda uzilishlarga ega bo'ladi. Ba'zi davrlar qonunchilikda muayyan shartlar bilan stajga qo'shilishi mumkin, ba'zilar esa qo'shilmasligi mumkin. Masalan, bola parvarishi davri, harbiy xizmat davri, ayrim ta'lim davrlari, nogiron farzand parvarishi kabi holatlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda hammasi qo'shiladi degani emas. Hujjat kerak, bola tug'ilganlik guvohnomasi. Nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, ish joyidan buyruq, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy hujjatlar. 3-tuzoq, familiya ism, otasining ismidagi farqlar. Masalan, pasportda Gulbahor deb yozilgan. Eski mehnat daftarchasida Gulbahor deb ketgan. Yoki Abdullayev bir joyda Abdullayev, boshqa joyda Abdullayev bo'lib turadi. Oddiy ko'ringan bunday farqlar pensiya tayinlashda savol tug'dirishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni tekshirayotganda ism, familiya bir xil yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Korxona nomi va lavozimlar aniqmi? Hammasini ko'rish kerak. 4-nozik masala, minimal stajim bor, demak bo'ldi degan fikr. Pensiya huquqi va pensiya miqdori bir xil narsa emas. Ba'zi odamlar kerakli minimal talabni bajarsa, pensiya tayinlanadi, lekin miqdori past bo'lishi mumkin. Chunki pensiya hisobida nafaqat staj, balki rasmiy daromad, badallar, qonunchilikdagi koeffitsiyentlar ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun odam butun umr kam rasmiy oylikka yozilib ishlasa, keyin nega pensiyam kam
deb hayron bo'ladi. 5-masala ish beruvchiga ko'r-ko'rona ishonish. Ko'p odamlar xo'jayinim yaxshi odam, kerak bo'lsa hujjat qilib beradi deydi. Lekin pensiya masalasida yaxshi niyat yetmaydi. Ish beruvchi bugun bor, ertaga korxona yopilishi mumkin. Bugun direktor yaxshi, ertaga boshqa rahbar keladi. Bugun rasmiylashtiramiz deydi. Ertaga siz vaqtincha kelib ketgansiz deb aytishi mumkin. Shuning uchun har bir ishchi o'z hujjatini o'zi nazorat qilishi kerak. 6-masala elektron bazaga ishonib, qog'oz hujjatlarni tashlab yuborish. Men buni qat'iy tavsiya qilmayman. Raqamli tizim juda kerak, lekin eski davrlar uchun qog'oz hujjatlar hamon muhim. Mehnat daftarchasi, eski buyruqlar nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv javoblari, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli guvohnoma, bularni alohida papkada saqlash kerak. Hujjatni yo'qotish oson, qayta tiklash esa ba'zan oylar, hatto yillar talab qiladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bugunoq o'z mehnat stajingizni hisoblab chiqing. Qog'ozga yillar bo'yicha yozing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz? Korxona nomi nima edi? Lavozimingiz nima edi? Rasmiy shartnoma bo'lganmi? Mehnat daftarchasiga yozilgan oylik rasmiy tushganmi? Masalan, 2000-2002 maktabda o'qituvchi, 2005-2010 savdo do'konida sotuvchi, 2020-2000 chet elda ish, 2021 hozir korxonada ishchi. Shundan keyin qaysi davrlar hujjat bilan tasdiqlangan, qaysi davrlar bo'sh ekanini ko'rasiz. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Agar sizda qog'oz mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni ko'ring. Ishga qabul qilish buyrug'i borligini, ishdan bo'shash buyrug'i borligini, muhr va imzo qo'yilganini, sanalar mosligini tekshiring. Ba'zan odam bir joyga ishga kirgan, lekin bo'shagan sanasi yozilmagan bo'ladi. Ba'zan ishga qabul yozuvi bor, lekin lavozim noaniq. Bunday narsalarni pensiyaga yaqin qolganda emas, hozir tuzatish kerak. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Imkon bo'lsa may. Gov.uz soliq organlari, mehnat organlari yoki tegishli davlat xizmatlari orqali o'zingiz haqingizdagi mehnat va sug'urta ma'lumotlarini ko'ring. Agar buni o'zingiz qila olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli mutaxassisdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Maqsad bitta. Tizimda sizning ishlagan davrlaringiz ko'rinyaptimi yoki yo'qmi? Shuni bilish. 4-qadam, ish beruvchidan rasmiylashtirishni talab qiling. Agar siz hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, xo'jayinga ochiq ayting. Menga mehnat shartnomasi kerak. Men kelajak pensiyam uchun staj yig'ishim kerak. Bu uyat emas, bu sizning huquqingiz. Oyligingiz kamida haqiqiy miqdorga yaqin rasmiy ko'rsatilishi kerak. Agar siz 5 million olib, hujjatda 1 million ko'rsatilsa, ertaga zarar sizga bo'ladi. Ish beruvchi soliqdan qochib foyda ko'rishi mumkin. Lekin siz pensiyada yutqazasiz. 5-qadam. Agar o'zingiz uchun ishlasangiz, faoliyatingizni qonuniy shaklga keltiring. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa mos shakl bo'yicha ro'yxatdan o'tish mumkinligini o'rganing. Qaysi faoliyat turi sizga mos, qanday to'lovlar bor, stajga qanday ta'sir qiladi? Buni soliq organidan yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlang. Har oy o'zgina vaqt sarflab rasmiy iz qoldirish kelajakda katta muammoning oldini oladi. 6-qadam, arxiv hujjatlarini oldindan yig'ing. Agar siz oldin ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga, korxona voris tashkilotiga, yug'ori tashkilotga murojaat qiling. Ariza yozganda aniq yozing. Falon yildan falon yilgacha falon korxonada falon lavozimda ishlaganimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Imkon bo'lsa mehnat daftarchasidagi yozuv nusxasini, pasport nusxasini ilova qiling. Javobni olganingizdan keyin uni alohida papkada saqlang. 7-qadam, chet elda ishlaganlar hujjatlarni hozirdan yig'sin. Ish shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, maosh to'g'risidagi hujjatlar, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar, yashash va ishlash ruxsatnomalari, tarjima qilingan va tasdiqlangan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Chet elda ishlayotgan odam keyin olaman deb yurmasin. Ish joyidan ketgandan keyin hujjat olish qiyinlashadi. Ayniqsa korxona yopilsa yoki aloqa uzilsa, muammo yanada kattalashadi. 8-qadam, hujjatlaringizni bitta joyda saqlang. Men har bir oilaga pensiya papkasi qilishni tavsiya qilaman. Unda pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari,
soliq to'lovlari kvitantsiyalari, shartnomalar bo'lsin. Har yili bir marta shu papkani yangilang. Bu oddiy ish, lekin pensiya vaqtida sizni katta yugur-yugurdan qutqaradi. 9-qadam. Pensiyaga yaqinlashgan ota-onangizga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz elektron tizimlarni bilmaydi. Hujjat so'rashdan tortinadi, bo'laveradi deb yuradi. Farzandlar esa bu masalada befarq bo'lmasligi kerak. Otangiz yoki onangizning qayerlarda ishlaganini birga yozib chiqing. Mehnat daftarchasini ko'ring. Agar kamchilik bo'lsa, hoziroq arxivga boring. Pensiya yoshiga 5-6 oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin tayyorgarlik boshlansa, ancha oson bo'ladi. 10-qadam mish-mishlarga emas, rasmiy manbalarga tayangan holda qaror qiling. Telegramda yoki ko'chada 2026 yildan pensiya tamom bo'lar ekan degan gapni eshitsangiz, darhol vahimaga tushmang. Avval rasmiy e'lonlarni, qonunchilikdagi o'zgarishlarni, pensiya jamg'armasi, bandlik, soliq yoki davlat xizmatlari organlarining tushuntirishlarini tekshiring. Lekin mish-mish ekan deb ham beparvo bo'lmang. Chunki bu gaplar o'rtada real muammo bor. Norasmiy mehnat kelajakda pensiyani xavf ostiga qo'yadi. Azizlar, men bugun sizga eng asosiy fikrni yetkazmoqchiman. 2026 yildan hamma pensiyasiz qoladi deb va'da qilish kerak emas. Lekin hujjatsiz, rasmiy stajsiz, yashirin oylik bilan ishlash juda xavfli. Pensiya kelajakdagi noningiz, doringiz, kommunal to'lovingiz, farzandga qaram bo'lmasdan yashashingiz bilan bog'liq masala. Bugun rasmiylashtirilmagan bir yil ertaga pensiya hisobida yo'qolgan bir yil bo'lib qaytishi mumkin. Shuning uchun hozirdan harakat qiling, stajingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, ish beruvchidan shartnoma talab qiling. O'zingiz ishlasangiz ro'yxatdan o'ting. Chet eldagi hujjatlarni saqlang, ota-onangizga yordam bering. Pensiya masalasi oxirgi kunda hal qilinadigan ish emas, bu yillar davomida yig'iladigan huquq. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Kommentariyada yozing. Siz rasmiy ishlayapsizmi yoki norasmiy? Mehnat daftarchangiz va elektron stajingizni tekshirib ko'rganmisiz? Agar shu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z pensiyasini himoya qila oladi.